1977 yili 9 ayning 5 kuni Amerika davlatlik aviatsiya olam qatnash idorasi NASA tadqiq qilib yasab chiqqan bir odamsiz olam bo'shliqini tekshirish asbobi sayohatchi 1-nomer qo'yib berilib bo'shliqqa ko'tarildi. Sayohatchi 1-nomerning ig'irligi 825 kg. Toki 2019-yilgacha u yanada normal mashg'ulot qila olgan. U insonlar tadqiq qilib yasab chiqqan, bugunga qadar uchish orlig'i eng yiroq bo'lgan. Shundaqla tunji bo'lib quyosh sistemasidan ayrilgan sun'iy uchish asbobi. Sayohatchi 1-nomer bo'lsa, Amerika matros nomer planining bir qismi. Ayni vaqtda qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar, hech qaysi quyosh sistemasidan uchib chiqa oladigan kuzatish asbobi yasab chiqishga fan texnik saviyasi yor bermaydi. Lekin sayohatchi 1-nomerning quyosh sistemasidan uchib chiqa olishidagi sabab shuki, u ig'irlik kuchi ittirish texnikasiga tayangan. Hamda sayyoralar yoki boshqa osmon jismlarining tortish kuchidan foydalanib kuzatish asbobining orbitasi va sur'atini o'zgartgan, shu orqali energiya va vaqtni tejagan va yana shu orqali nishonni amalga oshirgan. 1980-yil sayohatchi 1-nomer Yupiter sistemasidan o'tgan vaqtda Yupiterni suratga tortib, uning tafsiliy sirtqi yuz xaritasiga erishgan. 2012-yil sayohatchi 1-nomer tunji bo'lib quyosh sistemasining garvagigacha yetib bora olgan sun'iy kuzatish asbobiga aylandi. Ana shu uzunga so'zilgan 42 yillik musobaqa jarayonida u hayotliklarga uchrab boqqanmi yo'q. Hozir qarasak, garchi u tashqi planet jonliqlar bilan aloqalashadigan des kelib yurgan bo'lsa-mu, lekin yanada tashqi planet hayotligining mavjudligini tekshirib chiqa olmadi. Sayohatchi 1-nomerning hozir yer shari bilan bo'lgan oraliqi allaqachon 20 milliard kilometrdan eshib ketdi. Bu yer shari bilan quyosh orasida 70 qatim berib qaytganga barobar. Insonlarning qarshida bu oraliq allaqachon intayin yiroq. Lekin olamning o'lchamiga qo'yib qaraganimizda bu oraliq amaliyotda hech nima hisob emas. 2014-yili 9-ayning 13-kuni Amerika davlatlik aviatsiya olam qatnash idorasi sayohatchi 1-nomerning allaqachon quyosh sistemasidan uchib chiqib ketganligini jakarladi. Lekin keyingi bir turg'un yulduz sistemasiga yetish uchun oz deganda yana 4 trillion kilometr masofani besish to'g'ri keladi. Bu masofani yana 20 ming yil vaqtda andin uchib tamomlag'ili bo'ladi. Olam intayin cho'ngligidan insonlar tasavvur qilishga amalsiz, balki hayotlik olamda undaq zich mavjud bo'lmasligi mumkin. Quyosh sistemasida hozirgacha faqat yer sharida hayotlik mavjud ekanligini bilamiz. Sayohatchi 1-nomer o'tib ketgan 40 necha yilda izchil holda quyosh sistemasining ichki qismida kezib yurdi. U texnik haqiqiy ma'noda tashqi qism yulduz sistemlari bilan uchrashib boqmadi. Shunga uning tashqi planet hayotligini bayqay olmasligi normal ish. Uni qo'yib bergan vaqtda uning maqsadi asosligi sayyoralarni suratga tortish edi. Tashqi planet jonliqlarini izlanish jihatda uning ancha cho'ng umid bog'lanilmagan edi. Hamda sayohatchi 1-nomer uchish davomida hech qanday nishonsiz ixtiyor uchishga uning qaratmaligi yo'q. Keyingi turg'un yulduz sistemasiga uchib borgandan keyin u tashqi planet hayotliklarga uchrashishi mumkin. Lekin u vaqtda biz insonlarmo hech nimadan xabardor bo'la olmaymiz. Chunki uning elektr kuchi taxminan faqat 2020-yildan burun yer shari bilan aloqa saqlashga bardoshlik bera oladi. Uningdan keyin u insonlar saqlab qo'ygan deskini olib, olam bo'shlig'ida davomli sayr qiladi. Bo'ldi. Bu qatimliq sayohat oxirlashdi.